Assalomu alaykum. Biz bugun sizlar bilan erp.sport.uz saytida eski o'quv yilini tugatish va yangi o'quv yiliga guruhlarni klonlab yaratish bo'yicha video qo'llanmani ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda mana ta'lim atiga kirib olamiz. Hujjatlar va guruhlar. Kirganimizda ma'lumot mavjud emas edi. O'sha vaqtda filtr tugmasini bosish orqali o'quv yilini o'zgartiramiz. Ya'ni hozir 25-26 o'quv yili. Biz 24-25 o'quv yili qo'yib qidirganimizda mana 4 ta guruhimiz chiqib keldi. Klonlash bor. Ya'ni bu guruhlarimizni endi yangi o'quv yiliga ko'chirishimiz kerak. Bu hozir amalda 24-25 o'quv yili turibdi. Buning uchun avval biz eski, ya'ni 24-25 o'quv yilini tugatishimiz kerak. Buning uchun ta'lim ati, hujjatlar va o'quv yilini tugatish oynasiga o'tamiz. Bosganimizda yaratish tugmasi bosiladi. E'tibor beramiz va hujjat, ya'ni o'quv yil tugatish sanasini avgustning 30-sanasini qo'yib olamiz. Chunki 30-avgustda tugagan bo'lishi kerak edi. Ya'ni 30-avgustni qo'yib olamiz. Hozir 30-avgustni qo'yib oldik. O'quv yilini tanlaymiz. Qaysi o'quv yilini tugatmoqchimiz? 24-25 o'quv yilini tugatmoqchimiz. Izohga yozamiz. O'quv yilini tugatish. To'ldirish tugmasi bosiladi. To'ldirish tugmasi bosilganda amaldagi 2024-25 o'quv yilidagi guruhlarda ma'lumotini tortib keladi o'zi. Ya'ni o'sha mavjud guruhlarning ma'lumotlarini tortib keldi. Mana guruhlarning nomi, trenerning ism familiyasi, o'quvchilar soni. Endi saqlash tugmasini bosamiz. Hujjatimiz saqlandi. Saqlangandan so'ng tasdiqlaymiz. E'tibor bering, eski o'quv yilini qaysi sana bilan tugatgan bo'lsangiz, o'sha sana tugatgan sanangizdan keyingi sana bilan siz yangi o'quv yili guruh yaratishingiz mumkin. Ya'ni biz hozir 30-avgust bilan guruh tugatsak, misol uchun 2-sentyabrdan yangi o'quv yili guruhlarini yaratib qo'ysak bo'ladi. Demak, ko'rish, tasdiqlash. Hujjatimiz tasdiqlandi. Mana o'quv yili tugatildi. Xuddi shu tartibda o'quv yili tugatiladi. Demak, endi o'quv yilini tugatib bo'ldik. Endi yangi o'quv yili uchun guruhlarni yaratishni ko'ramiz. Demak, guruhga trener, sportchi biriktirishib o'tamiz. Ma'lumot topilmadi deydi. Ya'ni topilmasi sababi yangi o'quv yilda hali guruhimiz yo'q. Filtrlash, eski o'quv yiliga qo'yib olamiz. Ya'ni endi guruhni klonlab olishimiz kerak. Klonlash nima narsa? Ya'ni eski o'quv yilida 10 ta bolangiz bor edi. Yana shu 10 ta bolani yangi o'quv yiliga ko'chirish uchun bittalab kiritmaslik maqsadida klonlash qilingan. Ya'ni guruhdan kopiya oladi. Mana shaxmat SSG1. Demak, klonlashni bosdik. O'quv yili yangi o'quv yili o'tdi, trener o'tdi. Yana o'sha guruhning o'zi buyruq raqamini qo'yamiz va sanasini qo'yamiz. Ya'ni o'sha guruh tashkil etilgan sanada buyruq chiqadi. Ya'ni buyruq chiqqan bo'lishi kerak. Ya'ni guruh to'garak tashkil etish to'g'risida buyruq chiqqan bo'lsa, o'sha buyruqni raqamdan kiritamiz va saqlaymiz. Mana hujjatimiz saqlandi. Endi tasdiqlaymiz. Hujjatimiz tasdiqlandi. E'tibor bersak, mana yangi o'quv yiliga o'tdi endi. Xuddi shu tartibda ushbu amaliyotni yana davom ettiramiz. 24 o'quv yiliga o'tamiz. Keyingi guruhimizni klonlaymiz. Buyruq raqamini qo'yamiz. Buyruq sanasi va saqlash va oxirida hujjatni yana tasdiqlab qo'yamiz. Xuddi shu tartibda ushbu amallarni bajarish orqali qolgan guruhlarni ham shakllantirib davom ettirib qo'yishingiz mumkin.